bironta sportga berishadi. Olib kelishadi-da, injiq bo'lib qoldi, isterika qilyapti, qaysar deb olib kelishadi. Kun tartibini bolani sanasa, bog'chani o'zida 3 ta krujokka kirib chiqadi. Отдельно shaxmat, gimnastika, risovание. Bog'chadan chiqqandan keyin anaqa gimnastika, keyin arab tili, bog'chadan oldin 6 ta 7 ta krujokka har kuni sanab berishadi-da. Соревнованиялар, bu bolani organizmi ham qichqiryapti, o'zi ham qichqiryapti. Demak, nima uchun bu kerak? Idealniy bolalik uchun. Ma'mulaga o'xshab bekorchi bo'lsinmi, bezor bo'lsinmi, meniki zo'r. Figurasi chiroyli, aqlli, til biladi, 3 ta til biladi, bemalol gapiradi, 3 ta til alfabetini biladi, 6 yoshli bola deyshadi-da. Вот zachем? Idealniy sindromni singdirib, keyin bu уже sinfga chiqqanda ham zerkadi. O'rtoqlari bu bilan o'ynamaydi, chunki uni uroveni emas. 4-sinfga chiqish kerak-da bu qiz. Ertaga bu kommunikatsiya bilan problemalar bo'ladi. Shuning uchun ushalmagan orzularni singdirmaylar. O'sha yerga borgis kelyaptim, o'zingiz o'rganing arab tilini, o'zingiz boring ingliz tiliga. O'zingiz hozirgi psixikangiz bilan borishga nagruzka-ku.